Kim arzon avtobus kanali obunachilari. Xo'p, hafta kuniga yakshanba 2026-yil 3-aprel Farg'ona boshqa bozoriga yetib kelganmiz. Kommentariyada yangi Damazlarni ham ko'rsating deyishgan ekan. Damaz narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Ekranga yaqinroq o'tirib olib, hozirroqda laykni bosib qo'yamiz. Fikr mulohazalar kommentariyaga yozib qo'yamiz. Keyingi safar qanday mashina obzor qilaylik, kommentda qoldiramiz. Xo'p akalar, yangisidan 2026 full variantidan chiqib qoldi. Nabarotlari bo'lgan. To'rtta balon yangi sakatiska 2026. Ichlariga kelsak, psixol polilar bo'lgan, barlarigacha bor tepalari. Subwoofer. Monitorlarigacha bor, pultlari ham bor ekan. Shumka bo'lgan ha mashina. 100% shumka bo'lgan. Minishga tayyor mashina sizlar uchun olasiz, hech qanaqa rasxod qilmaysiz. To'rala baloni ham sakatiskalar taqilgan, zo'r holatda nomerlargacha olib qo'yilgan. Olasiz, minasiz, yangisidan so'raganlar uchun dahshat holatda. Hozirroqda laykni bosib qo'yamiz. Kimi 26 dokumentlardan muammo yo'q aka, aytgan dokumenti bo'ladimi? Aytgan dokumentlar ham bo'ladi mana. Bunaqasi faqat bizning kanalda, to'g'ri narxicha qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin yangisidan maza qilib minasiz, rasxod qilmaysiz. Yurganlar. Narxi necha pul dedingiz? 9 mingdan tushib beramiz buni. 9 mingdan? 9 mingdan kami bor deyishyapti. Telefon qilaverasizlar. To'g'ri qimmat, o'shunga yarasha sarflangan, navarotlar bo'lgan mashina. Telefon nomerlar 90li 007 4847 telefon qilib baraka qolishlari mumkin. Xo'p, yana bitta navarotlar bo'lgan Damas chiqib qoldi. 2025-yil minishga tayyor holatda navarotlarigacha bor. Subwooferlar qo'yilgan, tepalarigacha barlar chexol bo'ldi. Pultlarigacha bor ekan, yurganlari. Mana yurgan probeklar. O'raslari bosvordan joyi jigarlar, qo'lni shumka bo'lgan. Zo'r holatdagi oldi orqa butik kraskasi top-toza 2025. Yangisidan so'rayotgan obunachilarimiz uchun zo'r variant. To'rtta sakatiskalar taqib qo'ygan, balonlari yangi. Buning narxi necha pul edi? 77 dan? 77 dan tanlab oling. 7700 dan tanlab olaverarkansizlar. Xo'p, yana bittasi 2025-yil bu ham. Nomerlar olingan, chexol polilar bo'lgan, to'rtta balonlari yaxshi holatda. Chexol poli bo'lgan, monitorlargacha bor. Tepalarigacha subwoofer, kolonkalar. Bar chexol poli, kolilarigacha bo'lgan. Shumka, polni shumka, 100% shumka deyishadi. Olasiz, minasiz, rasxod qilmayman, sarflamayman degan obunachilarimiz uchun mana shu ideal holatdagi 2025 868. Bu ham shunaqa edi. Bu ham $7700 bo'lishi kelishib qo'yildi. Bu ham $7700. Telefon nomer 90li 007 4847 telefon qilib baraka qilib olishlaring mumkin. Hozirroqda laykni bosib qo'yamiz. Xo'p, sizlar uchun yana bitta 2024-yil Damas chiqib qoldi. To'rtta baloni yaxshi. Kraskalari top-toza. Tekshirib olaverasiz. Ichlariga kelsak, chexol polilari bor, barlarigacha bor, rolda qo'yilgan. Mashina zo'r holatda turibdi, minishga tayyor holatda. Hech qanaqa olib sarflamaysiz, rasxodlari bo'lsa qilib qo'yishgan.
orqalari. Olasiz, minasiz, mana. Hech qanaqa nuqsoni yo'q mashina. 2024 kraskalari toza, balonlar yaxshi holatda. Minishga tayyor. Yurganlar. Variant parter bilan pul yetmay qolganlarga Bank beramiz. bank qilib berishar ekan. Videoda atrofda pul bo'lsa, Hop. Nech pul dedingiz narxini? Narxini? oxiri 60 to'rga beramiz. 6400 ga bo'lishi kami yo'q variantiga kelish bo'ldi. Hop, bunisi nechinchi yil? 25. Bu 25 kraskalar toza. Ishlar egasi yo'q. Barlari bor. Yurganlar. Psixol polilar bo'lgan. Mana 20. To'ralar baloni ham yaxshi holatda, kraskasi toza bular. Kraskalari toza, ichlari kesi. Salonkalarigacha bor. Rasxod qilmaysiz, olasiz, minasiz. To'ralar baloni ham alushniy rangda, to'ralar baloni ham yangi holatda, chexol poli barlarigacha bor. Oldi orqasi butun kraskasi tozasidan. Hozir bitta laykni bosib qo'yamiz, mehnatimizni qadrlab. Buni narxi necha pul edi buniki? Buniki 6600 beriladi. 6600 dan kami bor deyishyapmiz. 17 mi yurgan ekan. Telefon nomerlar 91lik 91lik 329 329 15 16. 15-16 telefon qilib baraka qilib olishlari mumkin. Hop, yana bitta Damas chiqib oldi 2024-yil kraskasi tozasidan. To'ralar baloni ham yangi, tekshirtirib olaverasizlar. Sizlar ikisi chexol polilar bo'lgan ekan. Minishga tayyor. Oldi orqasi butunidan zo'r holatda. Dehqonchilik. Dehqonni o'zidan Damas. Yurganlar qancha edi? 34 ming yurgan ekan. Tashladi mashinasi. Tashladi mashinasi ekan. Dokumentlarda muammo yo'q. Aytgan dokumentlaring bo'ladi. Variant kelishilgan holda, shu puli yetmay qolganlar 1-2 oy variant kutish mumkin. Narxi Oxiri 64. 6400 bo'lishi deyishyapti. Telefon nomerlar 91lik 113 113 63 63 59. 59 telefon qilib baraka qilib olishlari mumkin. Hop, akalar videoni shu joyda to'xtatamiz. Video yoqqan bo'lsa hozir bitta laykni bosib qo'yamiz. Keyingi safar qanaqa mashinalar obzor qilaylik, kommentariyaga fikrlaringni yozib qoldiramiz. Farg'ona mashina bozorida Damas narxlari bilan tanishtirib o'tdim sizlar bilan. Yangi Damas narxlarini so'rashuvdi. Hozir bitta like bosamiz, malol kelmasa obuna bo'lib qo'yamiz. Sog' bo'ling.